Qadrli Manchester United muxlislari, ancha bo'pti gaplashmaganimizga ham. Hozir birma-bir gaplashib chiqamiz. Undan oldin albatta sahifamizga obuna bo'lib, shu videoga bitta like va repost tugmasini bosib qo'ysanglar, shu orqali bizani qo'llab-quvvatlagan bo'lardinglar. Xo'p, birinchi o'rinda transferlar to'g'risida juda ham ko'pchiliginglar so'rayapsizlar. O'qiyapman, ko'ryapman va kanalda ham tashlab boramiz. Afsuski, jamoamiz hozircha jimjit. Insiderlar ham umuman jim. Faqatgina bir futbolchi to'g'risida gap so'zlar chiqyapti, ya'ni chap qanot himoyachisi Luis Hall, Newcastle himoyachisi. Hozir u ketish arafasida, ya'ni uni o'sha Eddie Howe bilan juda ham inoq deyishdi va Eddie Howe ketdi Newcastledan. Endi Luis Hallga takliflar bo'lishi aniq va o'zi ham ketishni ko'rib chiqayotgan ekan va aynan Unitedga o'tishga qiziqish bildirayotgan ekan. Manchester United bo'lsa bu futbolchiga harakat qilib ko'radi, faqatgina narxi qimmatroq bo'lishi kutilyapti. The Athletic xabariga ko'ra, unga kamida 60 million atrofida Newcastle narxi belgilashi kutilyapti. Agar Hall transferi o'xshamasa, Manchester Unitedda alternativ Arsenal himoyachisi Luis Kelly bo'lar ekan. Lekin biz uchun asosiy maqsadga erishgan yaxshi, ya'ni Luis Hallga APL tajribasi endi bunday ham bor, lekin Luis Hall baribir Newcastleda ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lgan va Newcastlening asosiy himoyachisi hisoblanadi. Kechagi o'yin to'g'risida endi. Kechagi o'yinni to'g'risida aytaman, ko'ra olmadim o'zim. Faqatgina bugun highlightslarni ko'rib chiqdim. To'lig'ini ham topa olmadim. Mendan ham so'rashgan, o'zim topa olmadim. Topganimda albatta tashlab qo'ygan bo'lardim. Va kecha gap so'zlarga qaraganda, highlightslarga qaraganda Atletico bilmadim bular rasmiy o'yin deb o'ylashdimi? Harambalni qo'llashibdi va men hayron bo'lib, ularning o'zi qonga singib ketgan ekan shunaqa o'yin. Men ham deymiz, Manchester United irodali o'yin ko'rsatgan, mag'lubiyatga uchrab turgan holatda comeback amalga oshirib 2-1 hisobida Atletico ustidan g'alaba qozongan. Bir qator yoshlar maydonga tushgan, bir qator voqealar bo'lgan bu o'yinda, bilasizlar, Snapdragon sovrini o'ynaldi va bu sovringa ega chiqishda endi norasmiy bo'lsa ham bitta sovrinimiz bor bu mavsumda. Eng muhim joyi JJ Gabriel debyutini amalga oshirdi va Manchester United safida debyut qilgan eng yosh futbolchiga aylandi. Tabriklaymiz albatta bu bilan. Uni eng muhimi sinib qolmasligi, uni o'sha Garnachoni yoki Sancho yoki boshqa bir o'yinchini kasali tutib qolmasligini tilab qolamiz va kelajakdagi o'yinlariga, ishlariga omad tilab qolamiz. Hali u bizga yillar davomida xizmat qiladi. Yana bir yosh o'yinchimiz Shilesi bo'lsa, ketma-ket yaxshi o'yinlar ko'rsatishda davom etyapti va murabbiyning ishonchiga menimcha ancha kirib qo'yib bo'ldi. Va o'zi umuman o'tgan mavsumda kirib bo'lgandi. O'tgan o'yinda bitta gol urgandi, bu o'yinda penalti ishladi, o'sha texnikasi, tezligi va driblingining evaziga bu o'yinda bitta penalti ishlab berdi. Va o'zi umuman o'yinni ham yomon o'tkazmaganini muxlislar aytishyapti. Qoyil. Bu o'yinchining potensialiga past baho bermaymiz. Juda ham potensiali yuqori bo'lgan o'yinchi Lesi va Gabriel kelajakda bizning o'ng va chap qanotimiz bo'lish ehtimoli juda ham katta. Xullas, yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat. Kelayotgan o'yinlarda jamoamizga omad, qo'llab-quvvatlashdan va muxlislik qilishdan charchamaymiz. Come on United.